Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. G20 dövlət rəhbərləri yığını muvaffəqiyyətli axırlaşdı deyilgan. Hindistan izahatı xəbər toruning 12 sentyabr kunidagi xəbərə qaraganda, Yangi Dehlida o'tkazilgan G20 davlatlar yig'inidan bir qancha kun o'tgandan keyin dushanba kuni Xitoy va Rossiya katibaşlari yig'inga qatnashmagan. Rossiyaning Ukraina urushidagi roli ochiq ayblangan doklad e'lon qilingan ahvol ostida Amerika dunyoviy yig'inning o'shliq tamomlanganligini aytgan. Yig'inning muvaffaqiyatli bo'lganligiga aloqador so'ralgan bir savolga Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller buning natijalik bo'lganligiga keskin ishonamiz degan. Putinning yig'inga qatnashmaganligi haqida so'ralganda farqli tushunchaga ega a'zolarning borligini va tashkilotning zamin butunligi va egilik huquqiga hurmat qilish lozimligi, bu prinsiplarga xiloflik qilmaslikning muhimligi haqida bayonot e'lon qila oladiganligiga ishonganligini aytgan. G20 davlat boshliqlari erishgan Rossiya va Ukraina urushi tema qilingan bayonotda 7 paragraf bor bo'lib, Rossiyaning ishg'ol qilmishini ayblashda yo'q, barliq davlatlar har qanday bir davlatning zamin butunligiga, egilik huquqiga, siyosiy mustaqilligiga qarshi tuproq egallab olish maqsadida kuch qo'llanish va tahdiddan uzoq turishi kerak. Tahdid yoki yadro qurollarini ishlatishni qabul qilg'ili bo'lmaydi deyilgan. Xitoy prezidentining yig'inga nima uchun kelmaganligini aytmagan. Xitobnomaning a'zo davlatlarning yer shariy xarakterli xarislarga taqobil turish va iqtisodning asliga kelishiga qo'l tiqqanligiga aloqador aktiv signal ekanligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning muxbirlarni kutib olish yig'inida to'limi ilgarilik bilan G20 davlat boshliqlari guruhi yig'ini e'lon qilgan xitobnomada Xitoyning taklifining yaxshi signal ekanligi ko'rsatildi degan. 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining natijasiga qanday qaraydiganligi to'g'risidagi savolga biz 20 davlat guruhining dunyo iqtisodi va har xil taraqqiyot sohalaridagi xatarga taqobil turishdagi ittifoqligi va hamkorligini qo'llaymiz degan. Xi Jinpingning o'rniga nima uchun Li Qiangning qatnashganligi so'ralganda, u barliq davlatlar aslidagi ittifoqlik va hamkorlik orzusida ching turishi, davrga mas'ul bo'lishi va yer shariy taraqqiyotga yordam beradigan hamkorlikni ilgari surish kerakligini o'tirg'a qo'ydi deb javob bergan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Twitter hesabida G20 dövlət rəhbərləri yığını Beijing tərəfindən qələbə, muvaffəqiyyət deb tərifləndi. Çünki G20 dövlətləri Xitayning işğal qılıb alğan Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıqqa numussizlarcha sükut qılıb qalmasdan, yana irqiy qırğınçılıqni jazosiz izchil yurgizishga yo'l qo'ydi dedi. Peshqadam bir siyosatchi Avstraliya parlamentida Xitoy josusining bo'lish ehtimolligining yuqori ekanligini aytgan. Xabarchi Kitcom xabar to'rining 11 sentyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Angliya parlamentidagi bir xizmatchi josuslik shubhasi bilan qo'lga olingandan keyin yuqori darajalik bir siyosatchi Avstraliya parlamentida harakat qilayotgan Xitoy josuslarining intayin ko'p bo'lish ehtimolligini aytgan. O'qituvchilardan oila ishlari bayonotchisi James Patterson parlamentda ishlaydigan mutlaq ko'p sondagi xodimlarning bexatarligining tekshirilmaganligi va hech qanday shaklda tozalanmaganligini aytib, tashqi mudofaa xatarini o'z ichiga olgan turli xatarning oldini olish tadbirlarini yo'lga qo'yish kerakligini, hech bo'lmaganda axborot va bexatarlik komiteti yoki Avstraliya, Angliya va Amerika e'lon qilgan 3 taraf bexatarlik shartnomasini nazorat qiladigan yangi qonun mudofaa komiteti qatorliq sazgur komitetlarda ishlaydigan parlament a'zolari uchun bu tadbirni yo'lga qo'yishning muhimligini aytgan. Angliya parlament binosidagi 20 yoshlardagi bir martda Xitoyga davlatning uchurini yetkazganlik uchun qo'lga olingan. U bir necha parlament a'zolariga ishlaydigan bo'lib, Xitoyni o'z ichiga olgan xalqaro munosabatga aloqador uchurlarni yiqqan. Oktabrgacha kepillikka qo'yib etilgan. 2-oyda Avstraliya bexatarlik axborot tashkilotining boshlig'i hukumatning sazgur uchurlarini izlayotgan chet el josuslaridagi aniq va andishlantiruvchi o'rlash to'g'risida ogohlantirgan. Kengash palata a'zosi Patterson Kanberadagi xizmatchilarning asosiy ahvolini tunishtirish, hech bo'lmagandimi binoda kimning ishlaganligiga doir asosiy faktlarni o'tirg'a qo'yish kerakligini, josuslarning yolg'iz etnik Xitoylar emas, boshqa millatlardanmi bo'lishi mumkinligini aytgan.
Şərqi Türkistonның kənitləri taşlandıq xarabılıqqa aylanğan. Fransiya 24 xəbər torining 8 sentyabr kunidagi xəbəriga qaraganda, Şərqi Türkiston xalqi Xitoyning zulmidan qo'rqib, tutqun qilinganlarning oqibatini bilish uchun tekshirishga kelgan Fransiya axborot agentligining muxbirlarini qo'g'lagan. Xitoy 2016-yildan boshlab Şərqi Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, chekidan oshgan zulm qilib, xalqaro jamiyatga o'zini oqlash maqsadida tarbiyalash markazlarida ideya oqartish harakati olib borganligini, tutqun qilinganlarning 2019-yili o'qish bitirganligini aytgan bo'lsa-mu, chet eldagi inson haqlari tashkilotlari va akademiklar oshkorlangan Xitoy hujjatlariga asosan minglarcha xususiy voqeani tafsiliy oshkorlagan. Yana necha minglarcha kishining holidan xabar olish mumkin bo'lmagan. Fransiya axborot agentligi iyulda tutqun qilinganlarning oqibatini egallash uchun atalmish Şinjanning janubidagi Yakan noyisining kentlariga borgan. German akademik Adrian Zines qo'lga tushirgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, kentlardagi quramiga yetganlarning hammasi jiddiy tutqun mazgilida tutqun qilingan. Bunun biri 2016-yili tutqun qilinib, saqchining nazorati ostida g'oyib bo'lgan 30 yoshlar chamisidagi Abduqahar Abaydulla. Uning salohiyati Adrian Zines qo'lga tushirgan hujjatlarda tilga ilingan va xalqaro kechirim tashkilotining gruppasi tarafidan ommaga oshkorlangan. Abduqaharning yurti Boston yezisi bo'lib, uning mol chorvalarining ahvoli va dövləngan samandan uning etis-eriq eg'illarining ishg'ol qilinganligi ma'lum bo'lgan. Uyning metaldan yasalgan ishga qulupluqliq bo'lib, xalq qarshilik ko'rsatganlikdan Fransiya axborot agentligining muxbirlari ishikni chekmagan va qo'shnilari bilan ko'rishmagan. Bir guruh Uyg'urlar dehqonchilik qurollari bilan ishorat qilib, muxbirlarni ketishga undigan. Muxbirlarning kanat hukumat ishxonasini ziyorat qilib, texim ko'p uchurlarga erishishini to'sgan. Abduqaharning chet eldagi ismini oshkorlashni xohlamaydigan tutqunning aytishicha, hech kimga ziyoni bo'lmagan Abduqahar 2016-yili Xitoy hukumati tarafidan Yarkanga qaytib kelishga buyurilgan. Qaytib ketgandan keyin 15 yillik qamoq jazosiga uchragan. Xitoy hukumati jazo bilan aloqador hech qanday uchur bilan ta'minlamagan. Ma'lumotlarga qaraganda Abduqahar o'ldirilgan. Gerçi Bostonda nurg'ulg'an erlar yashasimi, hammasi degidek tutqun qilinganlikdan uning tabutini ko'targidek odammi chiqmagan. Natijada onasining orqa hovlisiga ko'milgan. Abduqaharning ayolimi tutqun qilingan. Uning 4 bolasi Xitoyning yotoqliq maktablariga elib ketilgan. Ayolga 1000 kilometr uzoqlikdagi turmaga so'langan yo'ldishini yo'qlashga ruxsat qilingan. Hukumat Abduqahar haqida uchur berishni rad qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligimi ayrim delillardan xabarsiz ekanligini aytgan. Fransiya axborot agentligi uning tafsiliy ahvolini dalillay olmagan. Fransiya axborot agentligi yana Yarkandagi 3 kanatni ziyorat qilgan. Kanatdagi nurg'ulg'an uylar quluplangan yoki tashlab etilgan. 3 avlod yashaydigan bir oilada 3 kishi tutilgan. Uyi o'rilib tushgan. 5 viviskasiz mashina muxbirlarni charlagan. 10 nafarcha Uyg'ur Tishang va Gurjak bilan qo'g'lagan. Elektronlik skuter bilan tar yo'llarda tez yurgan kishilar insonlarni darhol uylariga kirib ketishga da'vat qilgan va uylarining eshiklarini qulflagan. Necha yuz oila o'ltiraqlashgan Aral mahallasida 80 nafar kishi tutqun qilingan. Kanat boshlig'i uchur berishdan o'zini qochirgan. Xitoy 2019-yili barliq tutqun qilinganlarning atalmish o'qish bitirib ishga o'rinlashganligini aytgan bo'lsa-mu, muxbirlarning egalligiga qaraganda jazo lagerlari yelimi ishga solinayotgan ekan. Amerika Georgetown universiteti atalmish Şinjan tarixchisi James Millward Fransiya axborot agentligiga Xitoy osonlik deb atagan millatlarni assimilyatsiya qilish, atalmish Şinjanni Xitoy qilib o'tish harakatining texnicha davomlashayotganligini aytgan. Zalimning ishi darvaqa zulm selish, mustamlikachining ishimi o'xshashla xohlaganini qilish. Ammo mazlumlarning asorat ostidagilarning ishi-ku. Agar javobimiz qat'iy holda zulmga bosh egmaslik, barliq aqliy, moddiy va ma'naviy kuchni tajovuzchiga qarshi xizmat qildirib, mustaqil bo'lishga urinish bo'lganida, biz bu ishimizni haqiqatan angliq ravishda mas'uliyatchanlik bilan qilib ketyapmiz yoki kun tartibga nima bozorlik bo'lsa, shuningga beqib davrang selishni,
Аңсızlarca şuarvazlıqni umumlaştırıp, öz-özimizni təsəlli tapqızılğan işlər bilan gün ötküzüşkə könüküp ketyotamidik. Mana bular özünü Şərq Türkistanlıq hesaplaydigan hər bir aql egisi üçün öz-özüdən sorab görüş kerak bo'lgan savolga aylanib qoldi. Xuddi Hazreti Ömerning hesapqa tortilishdan avval o'zinglardan hisob olg'aysizlar deb ko'rsatgandek, agar biz o'zimiz va ichki dunyomiz haqidagi hisob kitobimizni joyida qilib turib, ichki g'alda g'ashtinlarimizni pokizlab, ichki quvvat zapsimizni kuchaytirishga sal qaramagan asosda tashqi dushmanga qarshi sistemli qadam olishni o'rganmaydiganmiz. Shundaqla etilgan har chalmaga tosh etib javob qaytarish o'yiniga g'arq bo'lishdan to'xtab, masalaning manbasiga, yiltiziga chora qilish kerakligiga qaror olmaydiganmiz. Hisobimiz bu dunyolikda dushmanning qo'li bilan elinsa, tangla mahsharda Rabbining huzurida og'ir darajada elinmay qolmaydi. Chunki mas'uliyatsizligimizning Tangri oldidagi javobgarligi va surishtisning nima uchun zafar quchmaganligimizdan ko'ra safarimizni qandoq bosganligimiz va haq yo'l ustidagi urinishimizning samimiy bo'lgan yoki bo'lmaganligi, haqiqat asosida bo'lgan yoki bo'lmaganligi xususida bo'ladiganligi shubhisiz. Bu nuqtadan g'ofilligimizning vabolini dushmanning qo'lida tortishdan avval g'aflatni cho'rib tashlashimiz kerak bo'lganidek, o'yg'ongan siyoqqa kirib olgan quruqchilikning bugungi rabboniyligi va kelgusi falokatlari ustida jiddiy tarzda o'ylanmoqimiz hamda haqiqiy ma'noda kelgusimizga qaratib qo'yilgan pistirmalarga qarshi o'yg'oqlik ro'yimizni kuchaytirishimiz, jumladan ulug' ajdodimiz To'g'onxon misoli tajovuzchilarni tarmar qilmoqcha jon taslim qilmaslik ro'yidan astoydil o'rganishimiz har bir mas'uliyatdor aql egisi uchun tarixiy zaruriyat va milliy burch bo'lib turibdi. Burhan Muhammadning Chirik ruh va quruqchi zihniyat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.